Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Har bir musulmon erkak xohlaydi, meni ayolim soliha bo'lsin. Farzandlarim esa solih va soliha bo'lsin. Allohdan qo'rqqan, Allohni rozi qiladigan insonlardan bo'lsin deb xohlaydi. Albatta, Alloh subhanahu va taolo bunday insonlarga Alloh subhanahu va taolo xohlaganiga yarasha farzand va ayollarni ham beradi, lekin albatta shartlari bor. Inson o'zi solih bo'lsa, Alloh solih ayol berar ekan. Inson o'zi gunohkor bo'lsa, Alloh saqlasin, bir yomon yo'lda yurgan inson bo'lsa, Alloh shunga yarasha ayol berar ekan. Farzandlari ham shunaqa. Alloh subhanahu va taolo farzandlarga hidoyat beradi, lekin tarbiyani ota-ona berar ekan. Hozir bir duo aytamiz. Kim shu duoni har bir farz namozdan keyin 3 marotaba o'qib yuradigan bo'lsa, Alloh taolo kelajakda u insonga solih ayol beradi va shuningdek farzandlari ham solih solihalardan bo'ladi. Bu yerda bir savol tug'iladi. Agar inson shu vaqtgacha uylanib olgan bo'lsa va ayoli soliha bo'lmasa nima bo'ladi? Uylangandan keyin ham o'qsiz bo'laveradi. Alloh taolo albatta ayolingizni soliha qilib beradi. Bu duo quyidagicha duo Furqon surasida keladi. Robbana hab lana min azwajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mana bu duoni o'qiydigan bo'lsak, inshaalloh Alloh taolo farzandlarimizni solih soliha qilib, ayolimizni ham soliha qilib beradi. Alloh taolo barchalarimizni solihlarning qatoriga qo'shgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.